Tomjon, gijjalar nima sababdan paydo bo'ladi? Mana juda ko'pchilikdan eshitamiz, juda ko'p bolalarda gijjalar bor, aynan shundan aziyat chekishadi. Gijjalar asosan qo'lni yaxshi yuvmasdan ovqatlanishdan kelib chiqadi va ho'l meva, quruq mevalarni ham yuvmasdan turib iste'mol qilishdan kelib chiqadi. Albatta juda ham ko'p yosh bolalarda gijjalar nima uchun bo'ladi? Chunki sanitariyaga amal qilishmaydi. Ya'ni yosh bolalar, yosh kattalarda ham hatto gijjalar, lyambalar bo'lishi mumkin. Yosh bolalarning gijjasi borligini ishtahasi o'ti ochilib ketishidan, bir soatdan keyin yana qorni ochishidan bilishingiz mumkin yoki betida, qo'llarida oq narsalar toshishidan ham bilishingiz mumkin va undan tashqari bolangiz ishtahasi yo'q bo'lsa ham gijjasi bo'lishi mumkin. Bo'yi o'smayotganligi, semirmayotganligi, o'ta injiq bo'lib ketayotgani, kechqurun to'shagini qo'llab qo'yish, hamma holatlarda ham gijja bo'lishi alomatlari mavjud. Tomjon, aynan shu holatga samarali sinovdan o'tgan bir yechim aytsangiz. Albatta hozir o'zimizda mana bu yerda kichkina tabib maxsus retsept asosida 5 xil giyohni qaynatilib bug'idan tayyorlangan sirupimiz chiqqan. Albatta bu 4 yil 5 yildan beri sinovdan o'tib bo'lgan narsa. Qalampir muncha va undan tashqari 4 xil 5 xil giyohni qaynatilib bug'idan tayyorlangan. Bolangizga umuman xavfsiz, 100% xavfsiz narsa hisoblanadi. 2 mahal o'zini qolib boshlasida 2 mahal ochiq qoringa ovqatdan yarim soat, 1 soat oldin beriladi. Askariyda lyambalar injiqlanishi, tishini kechqurun g'ijirlatishlari, siyib qo'yishlari hamma tomonlama 1 kun, 2 kunda effektini ko'rishingiz mumkin. Albatta, mutaxassislar bilan maslahatlashgan holatda bemor olishingiz mumkin. Zakaz qilsangiz, biz O'zbekiston bo'yicha yetkazib beramiz.